O'zbekistonda Ramazon hayiti qachon bo'lishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda Ramazon hayiti 20-mart kuniga to'g'ri keladi. Bu haqda Adliya vazirligining huquqiy axborot kanalida xabar berildi. Ma'lumki, O'zbekistonda Ramazon oyi 19-fevral kunidan boshlangan edi, ammo hanuzgacha Ramazon hayitining qachon nishonlanishi haqida O'zbekiston musulmonlari idorati Din ishlari bo'yicha qo'mita aniq ma'lumot taqdim etmagan. Ramazon hayiti qachon nishonlanishi haqidagi savollar ko'paygan bir paytda Adliya vazirligi 20-mart kuni nishonlanishi haqida xabar berdi. Qadrli yurtdoshlar, barchangizga kirib kelayotgan Ramazon hayiti muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.